Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa stanogimiz to'qima stollarga mo'ljallangan. Katta nasibkalari bor. Bu yerda nasibga turibdi. Xudo xolasa bu stanogimiz asobiy shu to'qima stollarga mo'ljallangan. Buni 100% obzor qilib bera olmayman, lekin razmer bu narsalar ko'rinib turibdi. Ikkinchisi mana chiqyapti tepaga. Xudo xolasa. Ikkinchi stanogimiz shu stanok. Xullas buni ketsa Oyoqqa aytadan James. Bitta qo'yib turinglar. Xo'p, xudo xolasa ikkinchi stanogimizni ham yukladik. Oldingi video bilan birlashtiramiz endi buni. Faqat nima tomoni? Ona bola yiqilib tushgan joyini kesib tashlayman videoda. Xo'sh, 4 ga 2 profil nasatkasi, 2 ga 2 profil nasatkasi, naryoqda sindirma bekay degani. Xo'sh, unisi 2,5 ga 2,5 profil nasatkasi, bu yerda 1,5 ga 1,5 profil nasatka va silva uchun mo'ljallangan 3 talik jub nasatkamiz xudo xolasa. Zakaz bo'yicha tayyorlangan stanok. Oyoqlarini yuklayapti. Akime 2 tala bo'laman. Xudo xolasa endi bu stanogimizda chiqqan narsalardan mana shu yerda turgan avrazeslar zakaz bo'yicha mana shunaqangi yig'ib berish holatiga kelishilgan. Deko fasonimiz, lolaga o'xshash stoli va undan tashqari turon stoli. Bu yerda shu sindirma bekay deganda bukilgan detallarimiz yig'ilgan holati. Moskovskiy 2,5 ga 2,5 dan qilingan, Moskovskiy 2 ga 2 profildan qilingan, 4 ga 2 stoldan 4 ga 2 profildan qilingan stoli, Isabella stoli, Milano stoli, o Chanel stoli, Deko komfort stoli va undan tashqari xon taxtani yig'ib oladigan oyoq raqasi, oyoq shabloni, xon taxtani oyoqni bukaydigan doskachasi. Fayllar berishimiz kerak. Endi fayllar to'g'risi, razmerlar to'g'ri keladimi yo'qmi bilmayman, lekin fayl beraveramiz. Silva stuli ham chiqadi. Shu bukilgan ekzemplyarlar bilan xudo xolasa shu stullar hammasini beramiz. Ko'pchilik mana shu narsani ko'rganda nikel deb o'ylayapti. Bu nikel turba emas, oddiy turba, o'zimiz qora turbadan faqat холодный bo'lganligi uchun rangi shunaqa oq buni. Lekin kraska sepilmagan o'sha detal turba holatda bukilgan holati mana shu. Sizlar ham ishlab chiqaraman deydigan bo'lsalar, mana shunaqangi qora turbadan ishlanadi. O'sha холодный bo'lsa shunaqa holatda, горячий bo'lsa qora turba qora holatda bo'ladi. Lekin o'sha buruyet sistemada ishlash kerak обязательно. Sababi buruyetidan yuqoriroq qiladigan bo'lsang, noziklashib qoladi, chunki orqasida stoykasi yo'q bu narsani, o'shaning hisobiga nagruska bo'lib qolishi mumkin. Odam versa, masalan, o'rta hisobda taxminan 80 kilodan hisoblaganimizda ham 120 kilogacha odam bor. O'tirganda egilib ketish ehtimoli ko'proq. Agar nikel bo'ladigan bo'lsa, nikel uncha-munchaga qayrilmaydi, sinmaydi. O'shaning hisobiga ko'proq ofisning variantlari nikeldan qilingan bo'ladi buni. Xo'sh, yana olingan zakazlar bor. Xudo xolasa, hozirgi olingan zakazlar keyingi stanogimiz u ham Qozog'iston, Turkistonga ketadigan bo'ladi. Undan keyingi yana bitta variantdagi stanogimiz bor. U o'sha hozirgi ko'rsatgan ofisning silva stoli bilan birga chiqaradigan holatda bo'ladi. U stanogimiz Namangan viloyatiga ketadi. Yana bitta xuddi o'shanga o'xshagan 4 ga 2 profilli stanogimiz bor. Silva stol chiqarmaydi. Bu holatdagi stanogimiz xudo xolasa Andijon viloyatiga ketadigan bo'lyapti. Xo'sh, yana bitta olingan zakaz stanogimiz bor. U mini stanok. O'zimiz ishlayotgan kichkina stanokka o'xshash bo'ladi. 3 ta nasatkali. Uni xudo xolasa Samarqand viloyatiga jo'natamiz. Zakaz beruvchi do'stlar, mana shu ekran betiga nomer yozgan qiynalsam, mana shu raqamlar esda qolsin. Mana shu nomerga telefon qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Xo'sh, manzillar Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Kamar qishlog'i, mo'ljal arentrimiz 3-maktab ichida. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizga kerak ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Stanoklarimizni xudo xolasa 10 ga yaqin turlarini yasaganmiz, stanoklarimiz 10 ga yaqin turlarini yasaganmiz. O'sha hamma har xil stanokdan zakaz beradi. O'rtacha hisobda narxlar boshlang'ich narxi 10 million so'mdan boshlanib 28,5 million so'mgacha turlari bor stanoklarda. Endi hozirgi yuklangan stanogimizdan o'sha 28,5 millionlik variant desak bo'ladi. Faqat 10 dan almashib keldi xolos. Katta ramaga to'qima stollarni qilganimizda o'sha silva stoli birga qo'shilib ketish kerak, chunki joy ikkita bo'lib qolganligini hisobiga bittasi Qozog'iston, bittasi Andijonga degan edi boshida. O'shaning hisobiga ikkita ramaga tayyorlaganmiz. O'sha bitta kichik, bitta katta ramaga. To'qima stollar Andijonda qoladi, qolgan profillik nasatkalari Qozog'istonga ketadiganligi uchun o'shaqangi holatda tayyorlagan edik. Endi hozir ikkalasi ham o'sha Qozog'istonga ketadigan bo'lib qoldi. Shuni birlashtirib yuklab yubordik uni. Xudo xolasa, o'sha hozirgi zakazimizning ichida mana shunaqangi bitta kichkina 13lik trubkasi ham bor edi. Trubka nasatkasi bor edi, hozir mana turgan trubkasi, 13lik trubkasi nasatkasini hozir yig'yapti. Xudo xolasa bu ham sinab obrazes qilib jo'natamiz. Xo'sh, stanoklarda turi bor deganda narxlari o'sha 10 million so'm deb turgan mini stanogimizda dastavka xizmati yo'q bo'ladi. U xuddi shunaqangi kichkina ramaga yig'ilgan bo'ladi. Eni 1.35,
uzuni 183 sm ga to'g'ri keladi. Va ustanogimizda dastavka xizmati yo'q. O'sha 10 million so'mligimizda qolgan 14,5 milliondan 24 million so'mgacha bo'lgan stanoklarimizda dastavka xizmatlari 50% ga dastavkaga yordam beramiz. Narxini kamaytirmagan holatda, agar narxini kelishtiramiz deydigan bo'lsa, unda dastavka xizmatlari olib qo'yib kelishiladi. Va undan tashqari 25 million so'mlik bilan 28,5 million so'm deb turgan stanoklarimizda dastavka holati 100% lik bo'ladi. Xo'sh, ish jarayonlariga keladigan bo'lsak, endi bugun yuklama bo'lganligini hisobiga to'xtab qoldik. Xudo xolasa o'sha karkas jarayonlarini, bukish jarayonlarini, svarka sohasini hammasini o'rganadi. Undan tashqari kelib bu yerda to'quv ishlarini ham o'rganishi mumkin. Vaqtiga qarab, agar mabodo vaqti kamroq bo'ladigan bo'lsa, so'ragan fasollar, agar vaqti bemalolroq bo'ladigan bo'lsa, hamma aytgan fasollarni o'rgatamiz. Bu yerda ishlar juda ham chiroyli. Xudo xolasa bolalar yangi kelgan bola ham bir kunda bemalol bitta to'qib bitirib qo'yyapti. Xudo xolasa ancha ish yo'lga qo'yilgan. Ishda murakkablik yo'q, xudo xolasa, qiyinchilik bo'lmaydi. Bemalol o'rganib ketaverasizlar kelib. Yotoq sharoitlarimiz ichkarida, endi ochiq havo, bar havo bo'ladi deb bahor havosi bu yoqqa tashqariga joy qildik. Tashqarida to'qilyapti. Mana shunaqangi ishlar. Manzillarni yana bir bor eslatib o'taman. Farg'ona viloyat Buvayda tumani Kamarqishloq mo'ljal rayonimiz 3-maktabda ichida bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizga kerak savol-so'roqlaringizni berishingiz mumkin. Sizlar bilan men Dilmurod Polvonov bo'ldi. Video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga.